Assalomu alaykum suyimli azizlar. Bugun biz dunyodagi mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi degan kitobning davomini o'qishni boshlaymiz. Biz Kennedy jamiyatini o'qiyotgandik. Ko'chman bo'lib 110 yildan keyin Amerikaning prezidenti bo'lgan Kennedy jamiyatining siri. Kennedyning dadasi Joseph Kennedy Harvard universitetidan bitkizgan chog'ida u o'ziga 30 yoshga bag'icha, ya'ni 10 yil tirishish orqali millioner bo'laman deb qasam ichgan. Uning millioner bo'lishlik maqsadi bo'lsa, Amerikadagi asosiy aqimdagi jamiyatning irlandiyaliklarni kamsitish va chetga qilishga xotim berish edi. Amaliyotda ayni yillarda irlandiyaliklar Amerikada negerlardanmi ig'irroq kamsitilgan. Suyimli azizlar, nurg'unlab pul tepishni balkim yaxshi yashash uchun va yoki isil uylar, isil mashinalar, isil bir hayot uchun deb o'ylashi mumkin. Jamiyatlarning yana bir farqi pul tepishdagi maqsadi mana shundoq o'zidan halqagan holatda yurtini, vatanni o'ylab turib nishon bekitishida ifodalandi. Bu xil adovatni tugatishga eng ehtiyojli bo'lgani pul edi. Kennedyning dadasi irlandiyalik bo'lg'achqa faqat mo'l iqtisodiy asosni qalqon qilib, farzandlarini mashhur oliy maktablarda o'qitib, jamiyatning oldin qatorida tura olgandilar, ondan boshqalarning irlandiyaliklar bo'lgan kamsitishni tugatgili bo'ladi deb qaragan. Shunglashqa u oldi bilan o'zi millioner bo'lgan, shu orqali farzandlarining har jihatdan yaramliq bo'lib chiqishini umid qilgan. U Harvard universitetini bitkizib, 28 yoshga to'shgan yili bankir bo'lgan hamda muvaffaqiyat qozongan korxonchiga aylangan. U tijorat qilish davomida ayni yili Bostonning tamojna ministri Roosevelt bilan tanishgan hamda keyingi kunlarda Rooseveltning Amerika prezidentligiga nomzod bo'lish uchun zo'r tuhfa ko'rsatgan. Roosevelt Amerikaning prezidenti bo'lgandan keyin u Amerikaning Angliya turishliq bosh konsulligiga tayinlangan. Taqdir bir odamga nisbatan aytganda qimmatli yig'inda deyishga bo'ladi. Biroq atay to'plangan kishilik munosabatmi o'xshashla intayin muhim. Josephning bankir bo'lishini misolga olsak, kishilik munosabatning naqadar muhimligini to'nib yetamiz. Dastlabki chog'larda u dadasining nasihati bilan Harvard universitetiga o'qishga kirdi. O'qish bitkizib bankir bo'lishmi dadasining nasihatidan bo'lgan. Tegi-tektadan olganda o'g'il otasining jondan kechmoqcha jononga yetkil bo'lmas degan jahondarchilik falsafasiga hurmat qilgan hamda ashu nishon uchun tirishib oxirida nusrat qozongan. Mayli har qanday bir davlat, har qanday bir tijoratning qanchalik cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar, u hargizmi bankidan ayrilmaydi. Lekin ayni chog'da Bostondagi bankalar asosan angliyaliklarning qo'lida edi. Bu xil ijtimoiy muhitga qarta dadasi o'g'lini yo'lvoz ovsiga o'xshaydigan bank sohasiga boshlab kirdi. Joseph dadasining nasihatini anglab, Angliyalikning qo'lidan Boston bank sohasiga qadam bosdi. Lekin u vazifaga o'tirgan bank moliya krizisi sababli Angliyalik bankirlarning yutib olish vaziyatiga duch keldi. Bu chog'da Joseph o'zi to'plagan kishilik munosabatga tayinib, faol mablag' jug'laydi hamda bankdagi krizisni muvaffaqiyatli tugatadi. Shuning bilan u bankka kirib 3 yilga yetmagan vaqtda banka boshliq bo'lib saylangan hamda bankirlik vazifasini o'tagan tunji irlandiyalik bo'lib qolgan. Suyimli azizlar, shuningdan bir narsani his qilsak bo'ldi. Ishning osonlig'i menish emas. Tez bo'lsinmi, qiyin bo'lsinmi, cho'qim insonni boshqalardan farqli natija ko'tara oladigan ishni qo'rqmay jur'at qilib qila olish kerak-ku. Shunda qilganda boshqalardan farqli natijaga erisha oladi. Yana bir jihatdan Joseph korxonchi bo'lish sifati bilan kasbda intayin mo'l natijalarni qo'lga keltirgan. U uymilik kasbiga xili burilib nazarni og'dirgan bo'lib, mushu kasbda zo'r boylikqa erishgan hamda boshqalar erishamaydigan pul muomala arvoyi deb atalgan. Undaqda uning g'alaba qozonishidagi sir nima? Boshqalar setib olganni u setib olmagan. Aksicha boshqalar setib olmaganni setib olgan. Mana bu uning tijoratda muvaffaqiyat qozonishidagi sir. Masalan, Florida shtati tayfun bo'ronining hujumiga uchrab, yer bahasi shiddat bilan tushgan vaqtda u ko'p qism yerlarni arzon bahoda setib olgan. Hozirgacha ko'plagan kishilar mushu xil maxfiyatlikka hurmat qiladi. Baho o'rlab yuqori pallaga yetganda paycheki yoki uymilik kasbida osonla tushish ko'rildi hamda ig'ir ziyon kelib chiqadi. Mayli bozorda qanchalik o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, kichikdan tortib dadasining hamma ishda birinchilikni talish ideyasining ta'siriga uchragan Joseph
o'zining alayida parasitiga tayanib, pay cheki bilan uy mulki mablag' selish orqali zo'r miqdorda boylik cho'g'lagan. U yana kinochilik va beygi meydan qatorliq ko'ngil ichish kasbiga mablag' solgan bo'lib, Amerikaning oldin qatoridagi cho'ng moliya guruhiga aylangan. Joseph pul tepishda intayin joyildek ko'rinsimi, amaliyotda uning ashundaq joyillik bilan pul tepishidagi maqsadi bo'lsa, Amerikadagi asosiy aqm jamiyatining irlandiyaliklarga bo'lgan kamsitish va adovatini tugutish uchun edi. Tafsiliyroq aytganda, farzandlarining Amerika jamiyatida muvaffaqiyat qozonish uchun edi. Shuning uchun u hayotidagi oxirgi nishonini jamiyatining g'albisiga qaratgan hamda shu nishon uchun uzun mezgilgacha atrofliq tayyorlik ko'rgan. Yuqori sifatli oilalarda suyimlik azizlamshat bir narsani qistirib qo'yay. Masalan, kiyim-kechak tanlasak, azan qimmat, sifatsiz deb qaraymiz-ku. 10 qo'yliq, 15 qo'yliq mayka va 100 liraliklar va 1000 liraliklar va sifat farqlanadi-ku. Insonlarning sifati farqlanadi-ku. Oilalarning sifati farqlanadi. Yuqori sifatli oilalar eng tuvan shakldagi er-ayol munosabatidan olqib o'zining ehtiyojini, ya'ni jismoniy, moddiy ehtiyojini qondirishdan bir daraja ustiga chiqib, o'zining farzandlar ustidagi mas'uliyat va majburiyatlarini, moddiy va ma'naviy haqlarini to'ngan bo'ldi. Ballarının kelgüsünü o'ylayoladi va o'zidan olqib o'tib, texim ko'proq atrofidagilarni, urug' tuqqanlarini, yutmalarini, millatini o'ylayoladigan bo'ladi. Shu sifatli oilaning sifatini yuqori ko'tarish intayin muhim. O farzandlarining kelgusi va kutilmagan ehtiyojiga har vaqt tayyor turish uchun nurg'un boylik to'plagan. Lekin u bu ishlarni bolalarga azaldan aytib boqmagan. Chunki go'dak bolalar navoda o'zining millioner ekanligini bilib qolsa, ko'rish nishonini yo'qotib, irodasidan mahrum bo'lib tushkunlashib ketishini obdan biladi. Biroq Joseph dada bo'lish sifati bilan faqat pul tepishga e'tibor beradigan savdogar bo'lmasdan, balki u o'zining tijoratini qilish davomida mayli tijorat qanchalik ro'noq topsin, bolalarni zinhor esidan chiqarmagan, u hamisha imkoniyatning barcha vaqt chiqarib bolalar bilan sirdashadi. Komandirovga chiqqan vaqtlardami telefonda ayoli bilan so'zlashib bo'lgan ekan, barliq farzandlari bilan birma-bir so'zlashadi. Shunglashqa u har qatim komandirovga chiqib sirtdan telefon berganda, ayoli 9 farzandni chaqirtib, dadasi bilan ayrim-ayrim ko'rishtiradi. Bolalar birdan qilishmay, yaqinda yuz bergan ishlarni dadasiga qoldirmay doklad qilishadi. Shunglashqa bolalar bilan bir yerda bo'lmasam, ularning hamma ishlarini besh qo'ldek bilib turadi. Bundan boshqa u yana har qitimliq imkon mezgilida bolalarga madad va ilhom berishni hargiz unutib qolmaydi. Ma aramizda ba'zi bolalarning nechinchi yilda o'qiydigini bilmaydigan dadalar, bolalarimning avval nerdan nechchi bek bilmaydigan ota-onalarmi bor. Ma'ni demay turayli, shu bijoyda yashayotib turib. Joseph bolalarga telefonda deyish absiz bo'lgan ishlarni muvaffaqiyat paytini tanlab xat yozadi. Kennedy'nin akısının ögünüş neticesi a'lo bo'lib qolmasdan, balki u yana har jihatlardagi ifodasini gavdalantirishga intiladi. Uning orzusi kelgusida prezident bo'lish edi. Shunlashqa har qanday ishni mukammal qilishga tirishadi. Aksicha uning inisi Kennedy to'liq o'rta maktabdan ikkinchi yilga chiqqacha oilasi va o'qituvchilarning beshini qatoradigan bir bola edi. Bir qitim Kennedy o'rta maktabda o'qiyotganda jidalga aralashib qoladi. Maktab mudiri bu ishga chidab turolmay Kennedy'ning dadasi Joseph telefon qiladi. Joseph maktab mudirining gapini anglagandan keyin g'azabini aran deganda besilib Kennedy'ga bir parcha xat yozdi. Men bir chipilg'oq dada bo'lib qolishni xohlamayman. Chipilg'oq bo'lishni o'zimning ortiqchiligi deb qaramayman. Meningcha, senda tug'ma talant bor. Navoda shu tug'ma talantingni to'liq joriy qildiramsan, bu bekma afsuslanarli shummamdi. Navoda sen hozir tirishmasang, kelgusida to'liq o'tir maktablarning asos darslarini qayta takror qilib to'liqlash beshingni og'ritadigan bir ish bo'lib qoladi. Navoda sen bir talant egasi bo'lsangmi, sendan zinhor afsus his qilmaydim. Lekin men sening o'zgacha hukm qilish kuchi va tushunish kuchiga ega odam bo'lib chiqishingni umid qilaman. Kennedy'ning dadasi bolalar yolg'on so'zlasa yoki o'rinsiz xatoliklarni sodir qilsa, keskin tanqid qiladi. Bir qaytam kenja o'g'li imtihonda ko'chirimchilik qilg'achqa, maktab uni o'qishdan chekindirish jazosi berdi. Joseph bu ishni anglab qattiq achchiq keldi. Kenja o'g'li telefonda bu ishni aytganda, u o'g'liga telefonda to'g'ri 5 soat tanbih va nasihat qiladi. Kennedy'ning dadasi bolasiga tanbih bergan ishni ikkinchilab tilg'anmaydi. Chunki bunday qilish bolalarning ishonchisini ojizlashtirgandan sirt ozroq foydasi yo'qligini obdan biladi.
Farzandlarni tarbiyalash davomida Kennedining dadasi boshdan oxir mushu prinsipni o'lcham qilib, xizmatini qancha aldirash bo'lsa-mu, bolalarni tarbiyalash masalasini azaldan esidan chiqarmagan. Kennedining dadasi irlandiyalik ko'chmanlarning shu kichik doirasidan qutulish maqsadida Harvard universitetida o'qigan hamda boshqalar bilan mustahkam munosabat o'rnatgan. Kennedining dadasi va uning 4 o'g'li Harvard universitetida o'qigan bo'lib, ota-bola 5 kishi maktabdoshlardan bo'lgan. Shuningdan boshlab Harvard universiteti Kennedi jamiyatining farzandlari cho'qim o'qiydigan zarur darslik bo'lib qolgan. Ya'ni maktabi demakchi. Harvard universitetida dunyoga mashhur Kennedi nomidagi Kennedi instituti, ya'ni hukumat ma'muriy institutining ta'sis qilinishiga yuqorqi ishlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Aramızda Amerika'da müşün anlavatqanlar bolsa, Harvard Üniversiteti'nin Kennedy institutiga berib ziyorat qilib baqsa bo'ldik. Joseph hamisha bo'sh vaqt topsalar bolalarga savdo sarayida yuz bergan ishlarni so'zlab berib, ularning bilim qurilmasi va nazar doirasini kengaytirdi ekan. Joseph Kaliforniyada kinochilik ishlari bilan mashg'ul bo'layotgan chog'larida bir qancha haftalik, hatto bir qancha oylik komandirovkaga chiqib ketdi ekan. U har qaytimliq komandirovkadan qaytib kelib, uydagilar bilan g'azalanganda ko'p qism temini o'zi yo'liqtirgan mashhurlar haqidagi hikoyalarga qartadi ekan. Bu bolalarning dunyo bilan uchrashishidagi muhim yo'li bo'lib qolgan. Vaqt uzargan sari bolalar dadasi tamoq vaqtida so'zlab bergan bayonlarga bag'an sir qiziqishga boshlagan hamda mashhur zotlar va dadasi borgan joylar ularni o'ziga tortgan va maftunkorligini oshirgan. Uningdan boshqa bolalar dadasi qarali xat yozib turgan. Xat tilga ilinganlari o'zlarining maktab hayotidagi ushaq-tushak ishlar bo'lsa-mu, dadasi qancha aldirash bo'lsa-mu, bolalarga ayrim-ayrim javob xat yozgan. U bolalarni barliq oila mulkidan yuksak ko'rgan. Bu ish to'g'risida prezident Kennedy mundaq degan: "Dadam bizga dunyoda boladanmi bebaho narsaning yo'qligini his qildirgan." Söyümlük azizlar, bu bek muhim bir tuyg'u. Men intayin qimmatlik, men bek muhim deydigan bu tuyg'uni his qilish bolalar uchun emas, hammamiz uchun. Men bo'lmasam bo'lmaydi deydigan tuyg'uni his qilish hammamiz uchun intayin muhim. Bu dal bizning qimmatimizni o'zimizga his qildirib turadigan bir narsa. Mushu yerda balkim kitobni anglayotqichi sizlarga bir nuqta ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Kennedy'ninki 9 bolasi. 9 bolasi. Balasının sani çıqmikin, çıq. Lekin balalarının süptimi bir-biridan yuqori. Haqiqatan. Hergizmayliqi az tug'ish, sifatlik tug'ish degan gaplar to'g'ri bo'lishini atayin. Az bola sifatlik tarbiyalik bo'ldi degan to'g'ri bo'lishini atayin. Ba'zilar jiq tug'si sifatsiz bo'lib qoldi deb qaraydiganlar va umuman atayin. Bu shu kishininki o'zining moddiy va ma'naviy sharoitlari, farzand tarbiyasi haqidagi ko'z qarashlari, xuy mijozi, hayotdan kutadiganlari nurg'un tarafga berib taqiladi. Balani, farzandni tarbiyalash tutayotgan pozitsiyasi bu nurg'un taraflarga berib taqiladi. Ammo muhim narsa nima degan vaqtida bizningki bolalarimizga sang'ilam emas, sifatga ahamiyat berish, sifatni muvofiq shaklda tutib turish uchun iqtisodning muhimligini qat'iy nazardan soqit qilmasligimiz kerak. Bu intayin muhim. Ondan keyin misol shuna bir narsanday. Mening Beijingda Millatlar universitetida o'qiyotgan bir ukamiz batdi. Yana bir ukamiz batdi, Fudanda o'qidi-da. Bu ikkalan okuka va mening bir xizmatdashimning bolalari bo'lar. Bir-biridan aqlliq bolalar. Shundaqla o'qiyotgan maktabida eng oldin qatordagi boshlamchi bolalar. Men mushu bolalarning og'zidan onasining o'zini qanday tarbiyalaganligini, onasi deydi: "Voy, mening bu bolam menga mundaq ko'ngil bo'ldi, mundaq qildi." Faqat bolalarni shunday chiroyli gap qilgan mush holatini angladim. Unda tarbiyaladim, bunda tarbiyaladim, uni qildim, buni qildim. Hech birisini onasidan anglamaydim. Lekin bolalarning og'zidan opam mundaq qilgan, opam mundaq qilgan. Hem bolalarga eng ta'sir qilgan nima ekan desanglar, mush har ikki bolasi uchun tug'ilgandan boshlab onasi xotir yozib mengibdi ekan. Bolasiga deydigan gaplarni yozibdi. Ularning masalan bugun munda ish bo'lgan, desam munda qilgandan deb. Cho'ngib oliy maktab ketkicha buni yozibdi. Va bolalar
O derecede muşu işini hayatidagi eng cho'ng büyük bir ish deb o'ylaydi ekan. Men bek ta'sirlangandim. Men cho'ng bolamga yozgan, xeyli bir chaqqicha yozgandim, lekin keyin oqidan tug'ib, masalan, shaxsan men davom qilmay qoldim. İnşallah mesela hozirdan boshlasak bo'ladi, faqat sizlardan xohlaganlardan masalan, necha balanglar bo'lsa, yetishalasanglar hammasiga bo'lmasa orasidagi birisiga tanlab, bir parcha xat yozib baqsanglar va shu xatinglarni men bilan o'rtoqlashsanglar, ayrimxonaga avatib, bek xursand bo'laman. Bu bek muhim. Biz xat yozma hozir bo'yliqi aloqa vositalari yo'q, telefon bor, uchurlar bor, WhatsApplar bor, lekin qog'ozga xat yozib baqmadik, qalamni tavirtibchu. Balamizga xat yozib baqayli. Ya'ni balamizga bermaymiz bu xatni. Lekin balamizga demoqchi bo'lganlarimizni bir yezib, xohlaganlar men bilan bir o'rtoqlashsanglar, shu topshiriq olsin. Davom qilay. Albatta, Josefning bolalari baxtli edi, lekin ular odatdagi bolalarga o'xshashla dadasining tanqidini anglaydi. Josef bolalarga intayin yuqori o'lchamli tuzum qo'llangan. Bo'libmi u bolalardan mayli qanday ish qilishdan qat'iy nazar cho'qim nusrat qozonishni talab qilgan. Bolalar o'lcham yetolmasa qattiq tanqid qilgan. Ko'pchilik Kennedy jamoatining tashabbusi bo'lgan birinchilikni qo'lga keltirishning kishilarning irlandiyaliklarga qaratgan kamsitish va adovat ustidan g'olib kelishiga manba bo'lgan hamda har qanday joyda o'zlarini angliyaliklar bilan selishtiradigan oila savg'aga aylangan. Shunlashqa ularga nisbatan ikkinchilikni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Biroq Kennedy jamoatining muvaffaqiyati nuqul oldiki birinchilik sababidan bo'lgan emas. Kennedy jamoati farzand tarbiyasida g'oyat zo'r muvaffaqiyat qozonish bilan bir vaqtda ijtimoiy jamoat fikri va gazet jurnallarda bu jamoatning farzand tarbiyasida muvaffaqiyat qozonishdagi sir haqidagi muhokim maqolasi yoki xabarlar e'lon qilingan. Ayni chog'dagi jamoat fikri Kennedy jamoati yaratgan ajoyib sirlar bilan birinchilikni talashish eng yuqori chekda tirishga yetmaydigan ruhga texmi mos keldi deb qarashgan. Bu deganlik eng yuqori chekda tirishish o'zining iqtidorini joriy qildirib, eng yuqori chekda g'alabani qo'lga keltirib, mo'jiz yaratishdagi tub sabablarning biri bo'lib hisoblanadi. Kennedyning onasi Rose Kennedy farzandlarini hamisha odamda tajriba bo'lgan taqdirdami, u faqat takror mashq qilib, imkoniyatning barcha eng yuqori chekda tirishsalar, cho'qim muvaffaqiyat qozongan bo'ladi deganlarni chiqish qilib tarbiyalaydi. Ondan boshqa har bir odamning iqtidori o'xshamaydi. Shunlashqa Kennedyning ota-onasi tarbiyani nuqtali holatda bolalarning o'xshamagan yoshirin iqtidorini yetishga qaratgan. Kennedyning dadasi bolalardan iqtidor yetadigan doirada imkoniyatning barcha tirish kerakligini, mayli har qanday ishni qilganda mutlaq o'z beshimcha, beparvo, tuturuqsiz bo'lmaslikni talab qilgan. Shunlashqa mayli yugurish musobaqasi yoki go'zallik futboli bo'lsin va yoki maktab ichida o'tkazilgan do'stlik musobaqalari bo'lsin, Kennedyning bolalari boshqalarga selishtirganda qattiq tirishadi. Kennedyning qarindoshlarining zafar quchishi ularning talantının boshqalardan ziyoda yuqori ekanligida bo'lmasdan, balki ularning har qanday ishda imkoniyatning barcha yuqori chekda tirishqanligidan bo'lgan. Amaliyotda bizning nurg'un yoshirin kuchimiz va azizlar. Buni faqat zo'lab eng yuqori chekda chiqarsak, chiqara olamiz. Kennedyning dadasi bolalaridan imkoniyatning barcha tirish kerakligini talab qilib qolmasdan, balki o'zimi farzand tarbiyasi masalasida azaldan tirishchanlikni ayamagan. Bo'libmi bolalar qiyinchilik yo'liqqanda u hamisha ularning qishida turgan. Uningdan boshqa bolalar qiyinchilik yo'liqqanda hech bir ikkilanmasdan yordam qilgan. Kennedyning dadasi bolalar qiyinchilik yo'liqqan chog'larda ularga umidning yana bir tarafini ko'rsatib bergan. Mushunda qilg'achqa bolalar dadasiga texmi ishinib, dadasining tarbiyasini texmi yaxshi anglagan. Umuman ular birinchilikni qo'lga keltirish uchun imkoniyatning barcha eng yuqori chekda tirishgan. Bolalar mayli qanday chog'da bo'lsin, dadasining har vaqt o'zlarining qishida ekanligi, ularning ko'ngildagi dushmanning dal dadasining dushmani ekanligi, dadasining dushmanining dal o'zlarining dushmani ekanligiga cho'nqir ishongan. Mushu sababdanmikin ular kirsiz va qiyinchilik yo'liqqanda xuddi qo'ram tashdek uyushib, Kennedy jamoati qiyinchiliklar ustidan g'olib kelib, qiyin o'tgandan birlikda o'tgan. Ota-onaning ba'zi chog'larda bolalar qilgan ma'lum so'zlari umrlik ta'sir ko'rsatishi, bir avlod buyuklarning barliq kelishiga sabab bo'lishi. Aksicha, ba'zi ota-onalarning so'zlari bolalarni umrlik nobud qilitishi mumkin. Mencha bizning hayotida unutilmas so'zlar bor deb o'ylayman. Haqiqatan. Tirishchan akasining ko'langisida prezident Kennedy o'smirlik davrida maslaba o'quvchi bo'lib qolgan.
Çoğun akısı Harvard Üniversitesiga o'qish kirgandan keyin dadasiga o'zining Amerika prezidenti bo'lish arzusining borligini aytgan. Lekin u chaqda Kennedyning arzusi bo'lsa o'qituvchi yoki yozuvchi bo'lish edi. Akisi janggohda qurbon bo'lgandan keyin Kennedy akisining irodasiga varislik qilib, Amerikaning prezidenti bo'lishdan iborat nishonni bekitgan. Shu chaqda dadasining uningga degan bir eg'iz so'zi g'oyat zo'r ilhom bo'lgan. Kennedy Harvard universitetini bitkizganda dadasi uningga tuvandagi bir abzas tabrik so'zini sovg'a qilgan. Dadang sening ikki ishingdan shubhalanmaydi. Birinchidan, sening aql-farosating har qanday odamdan ustun turadi. Ikkinchidan, sen intayin qaltis bir yigit. Sening Harvard universitetini bitkizganligingni chin qalbimdan tabriklayman. Men 5-sinfda o'qiyotgan vaqtlarimda shu zamonlarda she'r yozatdim. Shu 90-yillar uchun xotira va ilaqada gangbi deydi, rang o'chiradigan qalamlar degan boshlang'ich o'qiyotgan bolalarning yo'qdi, qarindishim ozdi. Akam bir qarindosh bilan xotir sovg'a qildi. Akam sovg'a qildi menga bu xotirni, shu chaqda dadam degan. Buvam ya'ni Aynur bak cho'ng ishlarni qila oladi. Bütün kishonlar bilan sharoit yaratib turanglar degan. Men ashunda cho'ng ish qilganim yo'q. Ammo ashundaq tuyg'uni menda hayotim bo'yicha hozirmi shuna tuyg'u bor. Bak yo'g'on qilmasam o'zimdan olgan ishlarni qilishga tirishib kelyapman. Alloh nasib qilsin. Mesela menga bak ta'sir qilgan gap shu edi. Cho'ng ishlarni qila oladi debchi. Şoň balalarimizga ashundaq bir hayotiga ta'sir ko'rsatgudek so'zlarni qila olsak, nim degan ta'laylik ota-onalar, nim degan yaxshi bir ota-ona bo'la olamiz. Kennedy Harvard universitetini bitkizgandan keyin 2 dunyo urushiga qatnashgan. Hayot mamotliq sinoqlarni beshidan o'tkazib, oxirida omon qolgan. U 28 yoshida parlament a'zoligiga saylangan. 43 yoshida Amerika tarixidagi eng yosh prezident bo'lgan. Kennedyning Amerika tarixida eng shuhratli prezident bo'lishiga dadasining yiliq tabrik so'zi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Men bu yerda Kennedyning dadasining bir eg'iz so'zi bilan prezident bo'la olgan deyamayman. Lekin ota-onaning bir eg'iz so'zi bolalarning umrlik ishiga halqiliq ta'sir ko'rsatganligini esimizda saqlashimiz kerak. O'ylab boqayli, navoda bola dadasidan har kuni nima ish qilsam bek yormas degan til ahonatni eshitib, u bolaning kelgusida qanday odam bo'lib chiqishini tasavvur qilish haqiqatan tez. Suyimli azizlar, bugungi kitob o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Har kuni ataganda kitob o'qishimizni davom qilamiz. Alloh hammamizga manfaatli qilib bersin. Allohga omonat.